mostimizni bo'lt uzilib qolgan, ichiga yog' oqib pishadi. Bularni butun hozir ochib, polni buni yog'ini to'kib, ana kirishgan ochib, bu yerni bo'ltni almashtirish polni ko'rib chiqamiz. Birinchi ochrat karterni bo'ltni to'kib olinadi. O'sha karter bu mostni, bunisi urvini. Bu yerdan yog' solinadi. Mana shunday holatda bu yerdan yog' solinadi. Solingan paytiga ichidan to'xtagan, oqish boshlagan paytda o'sha tom urvin bo'ladi. Bilmaganlar uchun, bilganlar uchun nima? Bu yerdan yog'ni to'kib olamiz. Mana shuni so'rsak, to'kiladi. Yog' bu yerdan ham oqibdi-da o'zi. Bu xavfli-da. Ochib oldik mostimizning ichini. Reduktor 3 ta bo'lt uzilgan ekan. Bitta bera uzilgan. Bitta bera uzilgan tepadan. Bitta bera. Keyin bitta bu pastdagi. Ana shu 3 ta bo'ltni hozir qo'yib, bundan maqanlan polni yo'qotamiz. İçini bitta sverlo qilib oldik, 4lik sverlo bilan. Keyin 20 ziyos shakluvchimizni shuning ichiga malatoq bilan qo'qib oldik. Birinchi uchrat yana bitta urish kerak. Qattiq emas, rezvan 0 ketadi. Keyin mana tirishib qo'yaman. Ochilishini ko'rsang bitta. Ochilib bo'ldi. Boshqa yerda bo'lib tavlaymiz. O'z tepalarini ham xuddi shunday qilib ochamiz. Tepalari chiqib qo'ygan, bu chiqmay qolganlarini shunday qilib ochsa bo'ladi. Ichini mich qilish, unaqa narsalar kerak yo'q. Yerda teklab esa kelaverasiz tamom. Kimga shunaqa peredil qilishlar kerak? Murojaat qilaveringlar. Rezvalan ichini ham tozalab chiqdik. Buni ichini bitta sverlocha bilan o'tsalar, germetga qilingan paytda har safar buncha germetga ketaveradi, rezva to'lib qoladi, shuning uchun bo'lib ketmaydi ichkariga. Bitta ichini o'tib chiqish kerak sverlo bilan. Ichidan musorlarni olib, pollarni bitta, bu yerdan 2 ta, tepadagi 3-inchisi ana bo'lti ham uzilgan edi. Buni ham o'chdik nasib bo'lsa. O'shdan kirishkasini qo'tiramiz germetga qilib, yog'larni solamiz, keyingi holatini ham ko'rsatamiz. Mana shunday holatga keltirib yig'ib olgan. 3 ta bo'lt uzilganda endi o'zinikidan topolmadik. Rezva 13 polni yig'ib chiqdik. Pastga qo'tirib, hammasi bo'lti bor. Bo'lti bor. Shunday holatga germetga qilib yig'ib olinadi. Suv ham kirmaydi keyin.